Assalomu alaykum. Men ismim Umidjon. Qirg'izistondan kelganman. Jigar sirrozi bo'yicha Shinon kompaniyasi orqali keldim. Bu yerda doktor Vivekovich operatsiya qildi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Hozirgi holatim yaxshi. Fortis klinikasida operatsiya bo'ldik. Hammasi yaxshi, sharoitlari juda a'lo darajada, hamshiralar ham yaxshi. Hozirgi kunda kvartirada biz qatnab lecheniya olyapmiz. Hammasi yaxshi. Doktor Vivekovichga kattakon rahmat. Ikkinchi hayotga qaytardi bizni. Shinon med rahbarlariga ham barchasiga rahmat. Hammasi ajoyib. Men ismim Dilshod, men Umidjonning qarovchisiman. Shu ukamni sirrozligini bilganimizdan keyin biz yaxshi insonlarga uchradik. Bu yaxshi insonlar bizni Shinon xodimlariga uchrashtirishib qo'ydi. Oybekjonga men shu orqali katta rahmat aytmoqchiman. Ne только Oybekjon, hammaga Shinon xodimlari barchalariga, keyin doktorimizga ham katta rahmat aytaman. Vrachimizga, doktor Vivekovichga. Bu yerda bizga qilinayotgan hamshiralar tomonidan qilinayotgan muomalalar hammasi juda yaxshi. Borib kelishlarimiz hammasi yaxshi. Mana lecheniyani oldik, ahvoli ham yaxshi. Shu kimdir kelmoqchi bo'lgan bo'lsa, hammaga tavsiya qilaman. Kelinglar, ko'ringlar. Qo'rqmanglar, ishoninglar.